Men Yo'ldosh Mirzayev shu yoshligimdan beri qo'yganman. Shu 13-14 yoshlarimdan kitob o'qish, yozish, chizish mening eng yaxshi kasb edi. Agar bironta shaharga, rayonga borsam, mening birinchi ishim kitob do'koniga kirish edi. Kitob do'koniga kirib, mana shunday kitob olardim. Orada bir 10 yildan oshiqroq shu ma'rif sohasida ishladim. Maktabda o'qituvchi, til adabiyot muallimi, maktabda zovuchi, ilm bo'limida direktor ishladim. Undan keyin Xo'jaqning partkomi, Movon raisga, Rabochkom ishlar so'zi raisi, rais ishlarni bajarib kelganman. Mana shu ishlar bilan ishlab, keyin men nafaqa chiqdim. Nafaqa istamam, men shu kitob yig'ish, kitob o'qish hayolimga ko'tarilmaydi. Doim kitob o'qiyman. Nafaqada bo'lsam ham 1 soatdan 1 vaqt berib turmaydi. Faqat kitob o'qiyman, yozaman. Shunga qadar mening masalan 20 kitob chiqqan. Hozir paytda yoshim 80 qilib qoldi. Lekin shu kitobni chanda qilmayman. Albatta o'qiyman. Birov yarim kelsa ham kitobni tavsiya qilaman. Qo'lga kitob beraman o'qing deb. Hozirgi kunda mening shu Mo'jadil kitobxonamda 10 ming yangi kitob bor, 10 mingga yaqin. Bular masalan adabiyot, tarix, siyosat, katta shoir yozuvchilarning asarlaridan juda ko'p. Men solib qo'yganman. Bular mening hobbim. Men hayotimning hammasini shu kitob o'qishga bag'ishlaganman. Haqiqatan ham mana keyingi paytda bizning mintaqalarimizda kitob o'qish, yoshlar kitob o'qish kamayib boryapti nazarimda. Ko'p yoshlarimiz e'tibor bermay shu telefon degan narsa berilib qolganda, bunda internet ham bor, Instagram bor, Facebook, hamma illatlar bor. Kam ko'rish kerak buni. Har bir xonadonda men aytganimdek bitta kutubxona bo'lish kerak mo'jazina. Hech bo'lmaganda ham bir 500 ming kitob bo'lish kerak. Kitob o'ziga bolalarga meros qoladi, o'rganishadi, ukalar o'qishadi. Biz bolalarimizni, yoshlarimizni mana shu nuqtaga yo'naltirishimiz kerak. O'rganish kerak. Otalar qat'iy talab, e'tibor berish kerak. Talab qilsa